Hammaga salom. Siz O'zbekistondagi birinchi League of Legends o'yini haqidagi kanalda turibsiz va men sizlarga nima uchun bu o'yin dunyo tarixidagi eng katta kibersport ekanligi haqida gapirib beraman. Bu League of Legends 2009-yil chiqqan va hozirgacha dunyodagi eng katta o'ynaladigan o'yin. Nima uchun League of Legends? O'zbekistonda ko'pchilik Mobile Legends, Dota 2, Counter Strike o'ynaydi. Lekin League of Legends haqida hech kim gapirmaydi yoki bilmaydi. Bugun shu narsani o'zgartiramiz. Nima uchun O'zbekistonda buni hech kim bilmaydi? Chunki O'zbekistonda endi kirib kelayotgan o'yin, masalan, Mobile Legends ham yaqinda kirib keldi. Xuddi o'shanga o'xshab yangi kirib kelayotgan o'yin. Ba'zilar bor, ba'zilar yo'q. Har oyda 180 milliondan ortiq odam o'ynaydi. League of Legends versus CS:GO. Portugaliyada, inglizchada League of Legends kattaroq, lekin Rossiyada bo'lsa kichkina. Chunki Rossiyada CS:GO va Dota 2 ko'p rivojlangan. Shuning uchun bizda ham o'sha narsa Rossiyada ko'p rivojlangan uchun biz Rossiyaga ko'proq bog'liqligimiz uchun bizda Dota 2 va Counter Strike balandroq, mashhurroq. Bunga shu hammaga rahmat, salom.